Umuman tig'i tegish, qon chiqish, unaqa narsalar yo'q ekan. 15 minutdan 20 minutga qolmay уже tugadi. Assalomu alaykum hammaga. Meni yoshim 42 da. Ko'z nuri klinikasidaman hozir. Ko'z nuri klinikasini men Instagramdan 1,5 yildan beri kuzataman. O'z boshqa klinikalarni ham kuzataman, lekin ko'z nurini boshqacha kuzatardim. Keyin mana 1,5 yil deganda keldim. Keyin bu yerda doktorlari hammasiga kattakon rahmat. Bularning muomalasiga, kutib olishiga, bularning hammaligisiga keldim, tekshirishdi, ko'rishdi, lazerniy korreksiya amaliyotini taklif qilishdi. Kecha o'tdim. Mana men o'yladim endi lazerniy korreksiya operatsiya desa qiyin, og'riqli bo'ladi deb o'yladim. Yo'q, umuman tig'i tegish, qon chiqish, unaqa narsalar yo'q ekan. 15 minutdan 20 minutga qolmay уже tugadi. Mana bir kun bo'ldi, lekin ertasi kuni natijasida уже ko'zim hozir mana hozir tekshiruvdan o'tib chiqdim. 100% natijani beryapti. Kimni ko'zida shunaqa minus, plus yana boshqa nima kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, Ko'z nuri klinikasini tavsiya qilaman. Rahmat.